Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz yana Gazablok liniyasi qo'yilgan joyga yetib keldik. Andijonda Ulug'nor tumanida. Bizlarga tanishib bo'lgan Jahongir aka yana shu yerga liniyani o'rnatib bergan. Jahongir aka hormang. Assalomu alaykum, keldinglarmi? Sachmaysizmi? Ha, rahmat. Qancha bo'ldi qo'yilganiga aka bu liniya? Xo'p, bu liniya qo'yilganiga ko'p bo'lmadi. Где-то bir hafta atrofida bo'ldi. Mana ishga tushirib, akalarimiz ishlashni boshlashyapti. Endi to'liq mana har xil uslubda chiqarib ko'rgan, masalan, o'xshagani bor, o'xshamagani bor. Endi anaqa liniyasiga tushib oldi. Endi mana qolbiga tushib, liboy bitta ishni boshlaguncha, yo'lga tushib olguncha jicha qiyinchilik bo'ladi. Atak maksimal darajada yordam beramiz. Mana bularni ham akalarimizga yo'lga qo'yib berganmiz, o'rgatganmiz. Chotki mana boshlashdi. Bu liniya qo'l avtomat, relslari bor va qoliplar nechta bo'ladi? Xo'p, bu yerda 20 ta qolipi, har doimgidek обычный o'zi hadoga ketayotgani, 20 ta qolip, avtomat reysga, mishalka, suv bachog'ini ham zakazini 3,5 tonnali qilib berganmiz. Shu bitta suv isitganda mana garelkalargacha qilib, bitta isitgan suvi polni mash qoliplarni to'ldirib bir kun ishlashga yetadi. Va qoliplar Jahongir akaning qoliplarining afzallik tomoni umuman zamoska qilinmaydi. O'qimaydi umuman. Qoliplarimiz zamoska qilinmaydi. Mashq holatda atrof uriladi. Mana ular hozir quyishga tayyorlanyapti. Mana birinchi, ikkinchi qoliplar ko'rib turibsiz. Mashq holatda quyiladi, oqmaydi. Shu ishlanaveradi. U birinchidan g'isht sifati yaxshi chiqadi, rastor bateriya bo'lmaydi, vaqt olmaydi, zamoska qilib chiqqancha ham uncha katta joyga ketadi. Zajimdan ko'rib turibsiz, 4 tadan qo'yilgan. Profillar 8 ga 4 baquvvat profildan taylariga hozir bu yerda ko'rsatish iloji bormi? Mana baquvvatdan qo'yilgan, чтобы relsda turgani uchun nagruzka bo'ladi-da buni tagida. O'sha o'zgarmasligi uchun baquvvat narsa ishlatganmiz. Biz mana bilasiz, hamma mijozimizga 1 yil garantiya beramiz. Qolipidan tortib, mishalkasi hamma narsaga 1 yil garantiya beramiz. O'shaning uchun baquvvat narsa ishlatishimiz kerak. Shu sal qimmatroq narsa olaylik, lekin ishonchli, olgan odam ham xursand bo'lsin. Biz ham ertaga g'alvasiz bemalol yuzimiz yorug' bo'lib apparatlarimizni sotaylik. Tushunarli. Qaranglar, bu yerda mana quyilib, buni ichiga kirib ketadi. Hozir mana boshlang'ichiga shunaqa joy qo'yishdi. Endi bu yerlar hozir naves bo'lib, to'liq o'raladi. Qishga tayyorlanadi. Ha, hozir bu yerlar vaqtinchalik boshlandi ishni yurgizish uchun. Hani ko'ribsiz, quritish uchun salafon tortib qo'l bola qilishgan. Hali bu yerlar naves qilinib, sushilka отдельный mana bunaqa ikkala tomoniga ham devorlar urilib qilinadi. Bu birinchi chiqarib ko'rgan Gazabloklar ekanda, o'xshagani bor, o'xshamagani bor. Ha, bular birinchi chiqqan. Endi ximikat bu joyga qarab ham o'zgaradi-da. Qaysidir joyda ximikatcha ko'proq, qaysidir joyda kamroq. Shunday qo'shiladi. Mana hozir mana shular ham yaxshi chiqqan o'zi holati, mana ko'rishingiz mumkin. Hozir bu tashqarisi, bunda olsangiz o'zi haqiqiy Gazablok ko'rinadi mana. Gap yo'q ekan. Ko'rib turibsiz, как zavod bo'lib chiqadi hammasi. Reskalarimiz bir xil razmerda chiqarib beradi. Yaxshi ko'raman, tushunarsiz. Aka, nechta chiqariladi kuniga yoki sutkasiga? Xo'p, sutkasiga hisoblasangiz 480 ta. Sutkaga hisoblaganda. Agar bir kunda o'zi bir marta aylantiramangiz 240 ta Gazablok ishlab chiqaradi. 240 ta. Bu reskamiz, avtomat. Bu avtomat reskamiz. 220 mi, 380 mi? Xo'p, 220. 220 ga moslab berganmiz, chunki 380 tok hammada ham mavjud emas. Kimdadir bor, kimdadir yo'q. 220 qilib berganmiz. Xolos 380 ga o'tkazib beramiz. Mana kesilishlarni ko'ryapsiz, mana ximikatlari. Mana shu 3 ta ximikatdan mana shu Gazablok tayyorlanadi. Sement, qum, o'zi bu bor narsa. Suv. Asosiy narsalari shu. Qaydan olishni o'rgatib qo'yasizlar-da, nima? Ximikatlarini O'zbekistonda birinchi qo'l, birinchi bazadan olib beramiz. O'zimiz bog'lab qo'yamiz. Biz o'rtada turmaymiz. Nomerini beramiz, o'zlari gaplashib olaveradi o'sha narxda. Bizga undan foydasi yo'q, klientlarga foydasi bor. Tushunarli. Xullas, mana shu liniya, mana shunaqa liniya o'rtacha 8000 dollarlarga aylanadi. Shunaqa. Endi bu ham joyiga qarab, masalan, vodiyda bo'lsa shu narx, vohada bo'lsa qo'shiladi. Boshqa davlat Tojikiston, Qirg'izistonga bo'lsa yana alohida narx qo'shiladi. Aka, 10,000 pul bilan boshlasa bo'ladimi o'rtacha? O'rtacha 10,000 bilan boshlasa bo'ladi. Endi oborotlari, ximikatlari bilan hisoblasangiz 10,000 bilan shu ishni boshlayversa bo'ladi. Tushunarli. Xohlasa siz Gazablok liniya ham qilib berasiz, Polistroblok liniya ham qilib berasiz, avtoklav liniya ham qilib beraverasiz. Endi biz zakazga qarab har qanaqa liniya qilib bera olamiz. Mana shu blok sohasidagi Gazablok, Penablok, Polistroblok, avtoklavni Gazablok desa ham qilib bera olamiz. Faqat narxlari hammasi alohida kelishiladi. Tushunarli. Mana bu yerda bitta o'xshamay qolgan bor, ko'rgan bo'lsanglar kerak. Nimani qanaqa qo'shilishini maromini, misol, qaysidir gradus yetganda qo'yish kerak, to'g'rimi? Bu gradus sal pastroqlik, sovuqligida qo'yib qo'yish kerak. Endi ishni ham borni ko'rsatish kerak. Hamma narsa zo'r degan bilan to'g'risi hech kim ishonmaydi, chunki hamma ishda kamchilik bo'ladi. Bu ishni ham birinchi boshlashgan. Mana bu ikkitasi yaxshi chiqqan. Bunisiga kelganda suv gradusini pastroq qilib qo'yishgan. Shunaqa qilib endi o'zi iziga tushib olgan. Mana bu yoqni ko'ryapsiz, bu yoq cho'tka hammasi chiroyli chiqqan. O'zlari ham tushungan, chunki birinchi qo'yganda noto'g'ri bo'ldimi, nimadan? Suvdan. Bo'ldi, to'g'rilangan, mana hammasi chiroyli ketgan. 3 ta odam ishlaydi bu yerda. Bu yerda 3 ta odam ishlaydi. Mana shu liniyani 3 ta odam bemalol ishlatib bera oladi. Bir donasi 2,5 ming so'mdan pul berar ekan, 3 ta odam ishlaydi ekan. Endi odam ishlatadigan bo'lsangiz o'sha 2,5 ming, 3 ming har xil hamma joyda shunaqa qilib pul beriladi. Xo'sh, o'rtacha 3 sotiq joy kerak bo'ladi. Joy
qancha katta bo'lsa shuncha yaxshi. Katta bo'lsa shuncha minimum 2 sotik bo'lsin, eng minimum. Yog'i Ketaveradi. ketaveradi. Xuddi mana shu liniya uchun. Agar rushnoy qilaman desa, uy sharoitida. O'zi oddiy hovlida. Sahnasidan boshlasa ham bo'ladi. Shu noldan boshlasa ham bo'ladi. Hovlini o'zida. Tushunarli. Jahongir aka anchadan beri ishlayapmiz, akalar. Tavsiya qilamiz. Xudo xolasa, misol orqasidan hech qanaqangi muammo kelmadi, shuning uchun doimiy ishlamoqchimiz. Jahongir aka nomerlarini ekranda qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, misol holatinglarni tushuntiringlar, aka menga mana shunaqa narsa kerak, mana shunaqa narsa xohlayapman desanglar, shunga qarab sizlarni xohishlarga qarab proyekt qilib beraveradi. Xudo xolasa. Butun O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, umuman Eslangi davlatlar bo'ylab.